İçinizdeki 3 cevherini oyg'uting. Biz dunyoga hech narsani bilmaydigan odam bo'lib keldik. Odamiyligimizni ta'lim, tarbiya va yaxshi xislatlar orqali takomillashtiramiz va yetishtiramiz. Bu dunyo hayoti her birimiz uchun bir sahna. Her bir odam bu dunyodagi mushu sahnada o'zining o'rganganlarini va bilganlarini ko'rsatadi. Biz eng go'zal shaklda ko'rsatish uchun 3 cevherini uyg'otishimiz kerak. Biri tarbiya, ikincisi ta'lim, üçüncüsü adab. Tarbiya deganimiz biz yashayotgan shu jamiyatda, shu muhitda to'g'ri deb qabul qilingan qadriyatlar ve qimmat qarashlar ve yaxshi odatlarni singdirish, o'zimizga singdirish. Bu singdirish bizdan nima uchun deb so'ralmaydi. Masalan, bir ota dastig'onni yiqqanda, dastig'onni qilib qolgan nonning uvoqlarini terib og'izga sevayotganga o'xshash. Her bir kimga salom qilganda tabassum bilan nayt alqishlagan holda yaxshi salom qilganga o'xshash. Namozning vaqti kelganda hemen namozga turganga o'xshash. Ojizlarga, bechoralarga yordam qilganga o'xshash. Uy ichida oilaning ishlariga yordamlashganga o'xshash. Ma ishlar o'zligidan balalarni odatlantirdi bu ishlar. Ügütiş ketmaydi bunu. Bala nima uchun deb so'maydi. Chunki bu shundoq bir xislatki ko'p qilish orqali, takrar qilish orqali bu o'zligidan shakllanadi. Agar ota-ona yuqorqi ishlarni qilmagan bo'lsa, o'zi qilmagan bir ishni balasiga ma'ni qil desa, o çağda bala nima uchun deb so'raydi. Shunga biz farzandlarimizni eng go'zal axloqda tarbiyalash uchun o'zimizni axloqli qilishimiz, farzandlarimizga eng qimmatli narsalarni berish uchun biz o narsalarni o'zimizda hosil qilishimiz kerak. Endi ta'lim degan nima desa, insoniyat to'plagan bilimni avloddan avlodga yetkazish jarayoni. Bu nima uchun deb so'raladi. Chunki o'g'itishda nima uchun deb so'raladi. Agar so'rmasa, so'g'in deb savol qo'ygin deb o'g'itish kerak. Uningdan adab degan to'g'ri, yaxshi ve durust buluş. Endi bir insan durustlik içinde, to'g'rilik içinde, haqqonilik içinde, adalet içinde bu shundoq yetishgan bo'lsa, bu insonni adablik inson deymiz.